klinikamizni obunachilari, mana xabarlaring bor. Doktor Toxa klinikamiz 2026-yil iyul oyidan boshlab bir shou tashkil qildik. Mana shu shouni bugungi ikkinchi ishtirokchisi taklif qilganmiz. Ikkinchi ishtirokchisi o'zimizning Begobod tumanimiz Sholikor qishlog'i, ya'ni Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida yashab ijod qilib kelayotgan 2 nafar o'g'lonlarimizni taklif qildik. Bu o'g'lonlarimiz bo'yi ikkalasini ham balandligi 2 metrlik o'g'lonlarimiz. Bular Zikrulloyev Ahror va Zikrulloyev Ahrorning o'g'li Zikrulloyev Behruz bo'ladi. Mana shu 2 nafar o'g'lonlarimizni bugun taklif qilganmiz. Bular bilan suhbat o'tkazamiz. Hozir bularni klinikamizga taklif qilamiz. Xush kelibsizlar, kelinglar. Ahrorbek va Behruzbek, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Behruzbek, yaxshimisan? Ahrorbek, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xush kelibsizlar. Mana bugungi Doktor Toxa shouimizning ikkinchi ishtirokchilari sizlar bo'ldilaring. Sizlardan kelganlaringdan xursandmiz. Vaqtlaring ayamasdan kelganlaring uchun. Endigi suhbatni ofisga kirib, kabinetda davom ettiramiz. Marhamat, ofisga kiramiz. Hurmatli obunachilarimiz, bugungi Doktor Toxa shouimizning ikkinchi ishtirokchilari o'zimizning Begobod tumanimiz Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida yashab istiqomat qilib kelayotgan mard o'g'lonlarimiz Zikrulloyev Ahrorbek bilan ularning o'g'illari Zikrulloyev Behruzbek bo'ladilar. Ularni mana studiyamizga taklif qildik. Hozir mana tarozilarimiz bor, metrlarimiz bor. Bularning hammasi bilan ularning bo'ylarini o'lchab, og'irliklarini o'lchab sizlarga tanishtirib boramiz. Hozirgi suhbatimizni joylashib olib, sekin davom ettiramiz. Marhamat, o'tirib olinglar. Ahrorbek, xush kelibsiz. Behruzbek, xush kelibsiz. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan charchamayapsizlarmi? Sog' salomatmisiz? Значит, Doktor Toxa shouimizni boshlaymiz. Sizlarga beriladigan har doimgidek 20-25 ta savollarimiz bor. Qiziqarli savollar. Sizlar kutgan savollar bo'ladi, kutmagan savollar bo'ladi. Hurmatli bizni tinglab borayotgan obunachilarimiz, mana bugungi ishtirokchilarimiz juda ham rayonimizda eng bo'ylari baland 2 metrli bo'lgan 2 nafar qatnashchilarimizni chaqirdik. Bularni taklif qildik. Bularni eng qoyil qoladi, ishonarli, qoyil qoladigan joyi bular dadalari bo'ladi, bu farzandlari bo'ladi. Ota-bola ikkalasining ham bo'ylari 2 metrdan. Bunaqa oilada ham ota ham o'g'ilni 2 metr bo'lishi juda ham kamdan kam uchraydigan holat. Ahrorbek, savollarni sizdan boshlaymiz. Har doimgidek qiziqarli savollarimiz bor. Birinchi navbatda o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xursandmiz. Ismim Ahror, familiyam Zikrulloyev. Sholikor qishlog'ini Yangi hayot qishlog'i. Hozirgi Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inida yashab istiqomat qilasiz. O'shada tug'ilib o'sdik mana. Tug'ilgan yilingiz 1986-yil 20-fevral kuni tug'ilganmiz. 86-yil 40 yoshdasiz hozir. Hozir 40 yoshda. Rahmat. Behruzbek o'g'lim, seni o'zing tanishtiring. İsmim Behruz, familiyam Zikrulloyev. Balam shu Yangi hayot tumanida tug'ilib o'sganman. 2008-yilda. 18 yoshdasan. Yaxshi. Tanishlarimizdan xursandmiz. Behruzbek, Ahrorbek, endi qiziqarli savollarimizni davom ettiramiz. Mana shouimizda eng asosiy, eng haligi kommunikatsion nuqtalari, qiziqarli joylari deydi. Biz ataylab bo'yi 2 metrdan baland bo'lgan novcha pahlavon mard o'g'lonlarimizni studiyamizga taklif qilyapmiz shouimizga. Asosiy savollardan berishni boshlayman.
Bo'yingizni balandligi necha santimetr? 2 metr. 2 metr. Balandingiz. Yo'qruzbek seni bo'ying. Sen ham 2 metr. Oh, ma'lum. Zo'r. Og'irligingiz necha kilo? 120 kilo atrofida. 120 kilo. Hozir taroziga tortdik, 120 kilo. Yaxshi. Seni bo'ying necha? Tarozida Og'irlik 90 kilo. Bo'ying 2 metr, og'irligi 90 kilo. Ahrorbek bo'yi 2 metr, 120 og'irligi 120 kilo. Yaxshi. Yaxshi. Undan keyingi savol. Qayerda tug'ilgansiz? Tug'ilgan joyingiz? O'sha Sholikor. Sholikor qishlog'i, yangi hayot, hozirgi yangi hayotda. Mana shu o'zimizni Bekobod tumanida tug'ilib o'sgansiz. Albatta. Albatta. Yo'qojbek sen ham shu yerda shu qishloqda tug'ilib o'sgansan. Yaxshi. Ahrorbek, oilada nechinchi farzandsiz? To'ng'ich, birinchi farzand. Katta farzand. Katta farzand. Aka ukalar, opa singillar bormi? Nechtasizlar? Ikkita singlim, bitta ukam bor. 4 tamiz. 4 ta farzandsizlar. Yaxshi. Endi yana bir qiziqarli savol. Hozirgi kilogramm vazningiz 120 kilogramm ekan, bo'yingiz 2 metr ekan. Tug'ilganingizda necha kilogramm tug'ilgansiz? Bilasizmi? 3,5-4 atrofida tug'ilgan bo'lsam kerak. Tug'ilganda 3,5 kilo, 4 kilo atrofida tug'ilgansiz. Yaxshi. Bu 3,5 kilogramm, 4 kilogramm tug'ilgan chaqaloq vazni bu norma hisoblanadi. Yaxshi. Undan keyingi savollarni beraman. Mana hozirgi holatda bo'yingiz 2 metr ekan, 1-sinf paytingiz, 5-sinflik paytingiz, 10-11-sinf paytlaringizda jismoniy tarbiya darslarida qatorga turganda bo'yingiz birinchi o'rinda bo'lganmi? Yo sizdan har doim birinchi safda turganmiz. birinchi safda. Sizdan baland o'rtoqlaringiz bo'lmagan. Eng balandi sinfda siz bo'lgansiz. Yaxshi, zo'r. Yaxshi. Undan keyingi savol. O'zingizni ota-onangiz baland bo'yli insonlarmi? Birodar insonlar. Baland, bo'ylari ham baland, shunday 180, 190 shu atrofda. Dadangiz ham, onangiz ham. Bo'ylari baland, novcha insonlar. Yaxshi. Aka uka, opa singillar, ularning bo'ylarichi? Shunday baland. Baland bo'yli. Значит, sizlarni oilalaringda aka uka, ota-ona hammalaring novcha, baland bo'yli insonlar. Yaxshi. Молодец. Endi keyingi savolimiz, eng yaxshi ko'rib yeydigan ovqatingiz qaysi? Osh, palov. Palov. Eng yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan ovqatingiz osh. Bundan tashqari mana qozon kabob bor, manti bor, shashlik bor, norin ovqati bor, baliqli ovqatlar bor. Bulardan qaysi birlarini yana yaxshi ko'rasiz? Hammasi. Sanab o'tganlaringiz hammasi. Lekin birinchi o'rinda eng osh palovni yaxshi ko'rasiz. Endi musulmon odam har doim osh bilan. Yaxshi, zo'r, молодец. Endi yana bitta savolimiz bor. Mana shu 2 metr bo'yga, 120 kilogramm vaznga necha kosa ovqat yeyolasiz? Eng ko'p deganda Bir kosa yeymiz. bir kosa, 2 kosachi. Endi vaqtida yeganmiz-ku, Yegan. hozir endi Значит, jismoniy mehnat qilib, toliqqan payti, u paytlarda 2 kosa ovqat ham ketadi. Yaxshi. Hurmatli bizni tomosha qilib turgan bizni obunachilarimiz, bu savollarni berishdan maqsad 2 metr bo'yli inson bilan 160, 170 santimetr bo'yli insonda ovqat yeyishda albatta o'ziga yarasha farqlar bo'ladi. Shuning uchun men qiziqarli bo'lish uchun shu savollarni beryapman. Bundan keyingi savolimiz, asablaringiz qanday? Asablar jahldormisiz yoki muloyimmisiz, yo bir jahlingiz chiqqan paytda o'zingizni tez boshqara olasizmi? jahlim chiqqanda to'g'risi o'zim boshqara olmayman. Значит, Nega jahlim chiqquncha ancha chidayman. Значит, juda ham ko'p emas, vaqti bilan bir holatlarda jahldorlik holati kuzatiladi. Boshqa paytda muloyim. Yaxshi. Yana bitta savol, mana ko'pchilik qiziqib so'raydi, bizni meditsina tibbiyot tomonidan ham uxlaganda xurrak otasizmi?
charchab kelganimda Значит, uxlaganda xurrak otishlar bor. bor. Buni kim tasdiqlaydi? Ayolim Ayolingiz tasdiqlaydi. Yana bitta qiziqarli savol. O'tgan safargi savollarimiz bo'lganda aytdi, parovoz emasmi? Ya'ni judayam endi xurrak otish ayolimdan so'rash kerak. xurrak otganda o'tgan safargi ishtirokchimiz aytdi-da, juda qiziqarli bir atamani keltirdi. Xurrak otaman, lekin parovoz emas dedi-da. Endi o'zim bilmayman endi. Lekin xurrak otish bor. Xurrak otish Kuzatilar. bor. Yaxshi, yaxshi. Bu ham meditsina tomonidan xurrak otishni yana biz tushuntirib boramiz. Qachon kimlarda ko'proq xurrak otishlarini biz tushuntirib keyingi shoularımızda aytib boramiz. Harakatingiz qanday harakat? Mana gavdingiz 120 kilogram og'irligingiz, 2 metr bo'yingiz vazni, balandligingiz. O'zingizga bilinadimi harakatda qandaydir bir harakatda Bo'yi pastroq odamlarga nisbatan yurishim tezroq. hop, Chunki g'ovda katta, qadam kattaligini hisobiga. hop. Hech bir nola 2 kilometr, 3 kilometr piyoda yurganda yoki 5-etaj, 6-qavat ko'p qavatli domlarda, uylarga chiqqanda hansirab qolish, charchab qolish, charchab qolish. bunday holatlar kuzatilmaydi. Значит, hozir harakatingiz aktiv. Lekin o'zingizga gavdingiz kattaligi bilinadi. Bilmadi. Bo'y balandligi, Albatta bilinadi. metrolarda, poyezdlarda Egilib turamiz. boshingizni urmagan holatlar bo'lganmi? Bo'lgan, Ko'p bo'lganmi? Eshiklardan kirayotganda Salom berib engashib kiriladi. har bir uyga salom berib engashib. Yaxshi, malades. Zo'r. Endi oilangiz haqida so'radik, farzandlar haqida so'radik. Eng yaxshi qo'shiqlaringiz, qaysi qo'shiqlarni maza qilib eshitasiz, tinglaysiz? Qo'shiqlar, yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringiz. Shu Yulduz Usmonova, Yulduz Usmonova. Yana hozirgi paytda Hamdam Sobirov, Hamdam Sobirov. chet ellar, tojikcha ashulalar, eroncha ashulalar. Yaxshi, yaxshi. O'zbekiston o'zimizni o'zbek hofizlarimizda, artistlarimizda Yulduz Usmonova bilan Hamdam Sobirov qo'shiqlarini maza qilib tinglaysiz. Zo'r, malades. Keyingi savolga o'tamiz. Avtomashinalardan qaysi avtomashinalar ko'proq yoqadi sizga? Damas, Yevropa avtomashinalari Yo'q. bor, Rossiya avtomashinalari, O'zbekiston Chevroletlar bor, o'zimizni Chevroletlar. Chevroletlardan. Qaysi biri ko'proq sizga ma'qul keladi? Damas. Damas. Nima uchun Damas? Chunki Golden Damas, bemalol silib, bemalol boshqara olamiz Damasni. Damasga sig'asimi o'zi? Albatta. Torlik qilmayaptimi? Qiyinchilik bo'lmaydimi? Значит, Damasimiz ham ancha